Qarluq turkiylari Qo'qqisdan Xitoy askarlariga qarshi musulmonlar bilan bir safda urushni boshlaydilar. Abbosiy musulmonlar va turkiy xalqlar Xitoy qo'shinini har tarafdan qamrab olib, jangda katta ustunlikka erishishga muvaffaq bo'ldilar. Oxir-oqibat musulmon va turkiy qo'shinlari g'alaba qozondilar. Jang tugaganidan so'ng hatto Qarluq turkiylari islomni qabul qilishadi. Aynan mana shu tarixiy nuqta qolgan turkiylarning ham islomni qabul qilishlariga asosiy omil bo'ldi. Bir qancha 100 yillardan so'ng buxorolik tojir, darvoqe Imom Buxoriy aynan o'sha yerlik bo'lgan. Xullas o'sha tojir savdo ishlari bilan O'rta Osiyo bo'ylab safar qiladi. U o'sha yerlik musulmon bo'lmagan turk xoqonidan shu yerga masjid qursam bo'ladimi? Sababi musulmonlar endilikda bu savdo yo'lidan tez-tez foydalanishyapti deb so'raydi. Xoqon unga ruxsat beradi hamda qurilish uchun bir oz pul ham beradi. Oxir-oqibat musulmon karvonlari yuradigan yerga masjid quriladi va musulmonlar shu yerda to'xtab namoz o'qib, biroz dam oladigan bo'lishadi. 12 yoshlik Satuq Bug'roxon ismli bir bola buni ko'radi va unga bu qiziq tuyuladi. U masjidga kiradida musulmonlarning 5 mahal ibodat qilayotganlarini ko'radi va bir qancha savollar berishni boshlaydi. Shundan so'ng u musulmon bo'lishga qaror qiladi, ammo islomni qabul qilganini oilasidan sir tutadi. Buni qarangki, bu bola Xoqonning jiyani bo'ladi va u bo'lajak Xoqon edi. U o'z xalqini musulmon qilishlik imkonini qo'ldan boy berishni istamasdi. Alaloqibat Satuq Bug'roxon birinchi musulmon turkiy sulton sifatida taxtga o'tirdi. Darvoqe uning poytaxti Qo'shg'arda edi. Qo'shg'ar Xitoyda yashovchi Uyg'urlar istiqomat qiladigan yirik shaharlardan biri. Uyg'urlar esa turkiy musulmonlardir. Mana endi hammasi jamlanyapti. Shunday qilib 934-yilda Satuq Bug'roxon o'z imperiyasini tangrichilikdan islomga o'tkazdi. Musulmon sayyohi Ibn Fadlanning aytishicha 200 ming o'tov musulmon bo'ladi. Bu esa kamida 1,5 million kishi deganidir. Bundan ko'p bo'lmasa agar. Chunki har bir o'tovda butun bir oila yashardi. U Qoraxoniylar imperiyasi deb ataladi va u ilk turkiy musulmon davlati bo'ldi. Ularning avlodlari O'zbekistondagi o'zbeklar, Xitoydagi uyg'urlar va Afg'onistondagi xazarlar bo'ldi. Shunday bo'ldiki, Qoraxoniylarning dushmanlaridan biri ularni mag'lub etish maqsadida boshqa bir qabilani shakllantirdi. Bu ularning yaqinida yashovchi Somoniylar Forsiy qabilasi bo'lib, ular mana shu yer uchun kurashishni boshlaydilar. Somoniylarga keladigan bo'lsak, bu vaqtda ular musulmon bo'lishgan va O'rta Osiyo bo'ylab islom risolatini yoyishgan. Endilikda Qoraxoniylar ham musulmon bo'lgani ajoyib ish edi, biroq yer talashish mojarosi bu bilan hal bo'lmadi. Somoniylar sultoni Ismoil Somoniy bu mojaroni hal qilish uchun hududdagi boshqa bir turkiy qabilalar bilan bitim tuzishga qaror qiladi. Tuzgan bitimini mustahkamlash maqsadida o'z qizini o'sha turkiy qabila boshlig'iga turmushga beradi. Ismoil ularga juda tez ta'sir qildi va bu turkiy qabila ham islomni qabul qiladi. Bu turkiy qabilalar O'g'uzlar deb atalardi. Keyinchalik ularning avlodlaridan Turkmanistondagi turkmanlar, Ozarbayjondagi ozarlar va albatta